Dmitriy Arkadievich, sizningcha parlamentlararo ittifoqdagi O'zbekistonning roli qanday? Juda faol rolda. Birinchi navbatda barcha deputatlar, aniqrog'i, parlament a'zolari bizning maxsus qo'mitalarimizda faol ishtirok etmoqdalar. Ikkinchidan, asosiy qo'mitalardan biri madaniyat, turizm, sport va axborot bo'yicha qo'mita O'zbekistonga biriktirilgan. Biz ushbu qo'mita doirasida turizm bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishda juda ko'p tadbirlar o'tkazilishini mamnuniyat bilan kuzatmoqdamiz. Chunki turizm bugungi kunda madaniy almashinuvdir. Bu bizga bir-birimizni yaxshiroq tushunish imkoniyatini beradi. Shu jumladan, Travel Hub forumi hozirda turli mamlakatlarda amalga oshirilmoqda. Biz bormoqdamiz, parlament a'zolarimizga mamlakatlarni tanishtirish imkoniyatini taqdim etmoqdamiz. Bundan tashqari, bu forum orqali biznes sohasi ham rivojlanmoqda. Barcha tadbirlarga kelsak, 2 yil oldin bizning assambleyalarimizdan birini Samarqandda o'tkazdik. Bu assambleya juda yuqori darajada tashkil etilgan edi. Birinchi navbatda hammaga Samarqand juda yoqdi. U yerda hamma narsa juda yaxshi tashkil etilgan. Hozirgi kunda o'ylaymanki, u yerda ekologiya bo'yicha Yevropa ittifoqi bilan ham hamkorlikda forumlar o'tkazilmoqda. Biz davom etamiz va bu ishda O'zbekiston deputatlari bilan ishlash juda qulay.